Men oddiy non emasman, san'at asariman. Mening tarkibimdagi foydali prebiotiklar va sut kislotali bakteriyalar ichaklaringni soatdek ishlashga majbur qiladi. Salom, men zakvaskali nonman. Yoshim 5000 da, lekin juda zamonaviyman. Meni tezpishar uka-singillarim bilan adashtirmang. Men 48 soat spada dam olib, kleykovinalarni parchalab, sening oshqozoningni asrash uchun tayyorlandim. Qarsillagan qobig'imni eshityapsanmi? Bu sog'lik simfoniyasi. Menda un, suv va halol mehnat. Hech qanday kimyo yo'q. Super kuchim. Qorinni dam qilmayman va 5 kundan keyin ham yumshoqqina turaman. Nima uchun zamonaviy non oshqozonni shishiradi, lekin bobolarimiz iste'mol qilgan non shifobaxsh edi? Kalit yun xamir turishda. Men shunchaki non emas, tabiat mo'jizasiman. Oddiy nonlar 2 soatda tayyor bo'ladi, lekin zakvaskali non 24 soatdan 48 soatgacha pishadi. Men saryog' bilan birlashib senga lazzat bag'ishlayman. Meni tanla, organizming senga rahmat aytadi. Men nonmas san'atman. Agar mening sirimni bilmoqchi bo'lsang, Bread Art BY Gulsoraning sog'lom va tirik non kursida o'qi va bu lazzatdan bahra ol.